Assalomu alaykum, Bog' chorva texnikalari kanalimizda obunachilari. Bugun sizlarni mana shu bizlarda bor mahsulotlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Mana sklatimizda birinchi sklatimizga kiradigan bo'lsak, mana universal drabilkalardan boshlaymiz. Ko'rinish beryapti universal drabilkalarimiz mana shunaqa upakovka holatda. Tadbirkor akalarimiz uchun bularni chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kim tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Mana sklatimizdagi mahsulotlar bilan tanishtirib o'tiraman. Mana bu yerda mana shunday upakovka holatda granula apparatlarimiz bo'ladi. Bular 220 dan 380 gacha har xil kilovatlarda yetarlicha bor. Bu universal drabilkamizni ham hamma biladi O'zbekiston bo'ylab. Bularni donaga ham, optim narxlarda ham bemalol kelib, mana shu murojaat qilib olib ketishingiz mumkin. Mana yetarlicha bor. Keyingi mahsulotlarga o'tadigan bo'lsak, men Monster drabilkamizni hozir bu yerda kichkina varianti ko'rinish berib turibdi. Yig'ilgan varianti bu, mana ko'rishingiz mumkin nimalari bilan 3 kilovatli mis motor. Endi bularni to'liq obzorlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu kanalimizga obuna bo'lib kirsangiz, bular haqida to'liq ma'lumotlar, ishlash jarayonlari bor. Bizlar hozir shunchaki sklatimizdagi bor mahsulotlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonda mana jodu deymiz. Endi o'zimizning tilda jodu. 6 pichoqli drabilkamiz hisoblanadi. Bu avvaldan ko'p yildan beri buni mahsulotimizni ishlatganlar biladi. Juda ham hashaklarimizni yaxshi maydalab beradi, faqat hashak uchun. Narxlarida o'sha kanalimizda video obzorlarida bor, bular ishlatish jarayonlari bilan. 88 kilolik mana universal drabilkalarimiz mana shunday upakovka holatda bo'ladi. Bular ham hammasi Xitoy bular, birinchi qo'l. Keyin mana 101 kilolik. Mana o'shalar mana bitta yig'ilgan holati, mana 88 kiloligimizda yig'ilgan holati. Keyin bu tomonga o'tadigan bo'lsak, mana vakuum drabilkamizni 7,5 kilovatliklari, mana katta 380 ga ishlaydiganlari ham bor. Keyin mana vakuumimizning kichkina variantlari ham bor. Bularni hammasi videolarimizda bor, mana shu kanalimizga joylashtirganmiz. Narxlari bilan donaga qo'yilgan, ishlash jarayonlari bilan qo'yilgan. Telefon qilaverasizlar. Tadbirkorlik qilamiz degan akalar uchun ham telefonimizga murojaat qilsangiz, mana shu pastdagi raqamlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bemalol tadbirkorlik qilishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkentda. Adres, lokatsiyalarimizni ilovada qo'yamiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir ikkinchi sklatga o'tamiz endi. Ikkinchi sklatimizni bir ko'zdan kechirib hozir sizlarni tanishtirib o'taman hozir nimalar borligini. Bizlarda baliqlarga ham yem qiladigan apparatlarimiz bor, har xil kilovatda. Suvda cho'kmaydigan, baliqlarga yemish qiladigan apparatlarimiz bor. Mana bittasini ko'rishingiz mumkin bu yoqda. Tepada turibdi. Mana bu yerda ham mana akula jabrali o'sha universal drabilkalarimizdan Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri mana ko'rishingiz mumkin. Kelajakda mana bularni mukammallashganlari ham kelyapti. Yana ko'rsatib beramiz ularni ham. Mana siklonlik vakuum drabilkamizda mana bitta turi bor. Bunda 380 ga ishlaydigan, bu o'zi tortib oladidagi donni, har qanday don mahsulotlarni un shakliga olib keladi. Mana bu akula drabilkalarimiz hisoblanadi. Akula drabilkalarimizda har xil variantlari bor. 208 tonnalikdan boshlanadi, 308, 408 va 608 tonnalik. Mana bunisi 408. Mana 608 ni ko'rishingiz mumkin, 7,5 kilovatlik. Motor bilan jihozlangan 380 ga ishlaydi. Eng kattasi bu akula drabilkamiz, eng kattasi hisoblanadi. 408, 608 deganimiz nimasi? Endi shuni ham aytib o'taylik bitta. Soatiga mana shuncha tonna o'sha xul mana poyalarda, hashaklarda o'tkazib berish quvvatiga ega. Bao kompaniyasiga tegishli bular. Hamma mahsulotlarimiz Bao kompaniyasiniki, Xitoydagi. Bemalol mana shu murojaat qilib olib ketishlaringiz ham mumkin. Murojaat qilsangizlar biz yetkazib berishimiz ham, xizmatlarimiz ham donaga butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. O'sha yozilgan narxlarda. Mana yetarlicha mana bunaqa katta tadbirkorlar uchun mana bunaqa jirafa drabilkalarimiz ham bor. Juda ham zo'r ishlaydi bular. Juda yetarlicha bemalol mahsulotini maydalab beradi-da. Nima qilish uchun bu faqat? Bu xul poyani Jaguar bor-ku, mana bu traktorlarda, qishloqlarda ishlatadi. O'sha xul poyani mana shunday otib maydalab beradi. Buni bemalol yamaga soladigan holatga olib kelib beradigan bular. Mana bular ko'ryapsiz, mana granulyatorimizni 37 kilovatligini ko'ryapsiz. Vashi gigantda, buni og'irligini ham qarang, bu soatiga tonna mahsulotni chiqazib beradi buni. Katta firmalar uchun, katta firmalar uchun mana siklonlik vakuumda ham kattasi turibdi, mana ko'rishingiz mumkin.
Bularni dastavkasi ichida har birini mana shu kanalimizda video joylangan. Tomosha qilib murojaat qilishingiz mumkin. Bal Drabilkalar deb yozsangiz kanalga chiqadi bular. Hammasini obzorlarini, ishlash jarayonlarini, qancha kilovat bilan ishlaydi, qancha mahsulot chiqazadi, hammasi bilan tanishishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.